Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Quvasoy shahrida tunaka fo'nishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 197 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bir dona kosmos ofisiy hisobda 29 million 50 ming so'm bo'lgan. Bu joyimizda 04 listimizdan ishlatganmiz. Mokriy rang, oq rang, tilla rang ishlatganmiz. 3 ta rangda mavjud tunaka fonimiz bo'lgan. Bu joyimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Eng chiroyli fasonlardan go'zal fasonlar bo'lgan. Lariga tinchlik, omonlik, xotirjamlik asosi, topganlariga baraka bering. Allohdan nima shariy maqsad qilgan bo'lsa, Alloh ijobat aylasin. Hech ham tanalari, jonlari dard ko'rmasin, dardlariga shifo bersin. Ishlari hamisha o'ng'ildan bo'lsin. Qayerga borsa yuzlari yorug' bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salam ala sayyidina Muhammadin va ala olihi va sahbihi ajmain. Alloh akbar. Qadrdonlar, bu joyimizga tunaka fon qilib bergan joyimiz Quvasoy shahrida. Sizlarga hozir obzor qilib beramiz. Ko'cha tomonimiz 90 gradus Navoda bo'lgan. Navoyimiz mokriy, kamallari ham mokriy, tilla rang. Kapalakda eng 3 talik kapalagimiz oqda, mokriy, tilla rangda bo'lgan. Go'zal holatda bo'lgan. Chekani nari tomoni ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Hozircha darvozaxonani ko'rsatib o'tay. Birinchi darvozaxonamizga bitta 2 metrlik kosmosimizdan qo'yib berganmiz. Go'zal holatda MDF fasonda bo'lgan, navoli bo'lgan bu joylarimiz ham. Bu yerimiz koridorchamiz. Bunaqa ustunlar qo'yilgan, xora, ko'riklarni chiroyli qilib yopib berganmiz. 90 gradus. Bu yerga bitta tarnoy qo'yilmagan bu joyimizga, eski tarnosiga ham chiroyli holatda. Go'zal holatda qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu tomonimizga nova qo'yilgan, bu tomonimizga ham nova qo'yilgan. Darvozaning tepasiga. Bu joyimizga nova qo'yilmaganining sababi akfamiz to'sin qo'yilgan bo'lsa, почти 15 sm, 10 sm akfani o'rtasida zazor bo'lgan. Bu patologiyamiz tushganning evaziga shunaqa ko'ribcha hosil bo'lib qolgan. Shuning uchun to'sindan 20 sm, 25 sm pastroqda akfa qo'ysanglar chiroyli bo'ladi. Bu novoyimiz ham bu tomonga polniy aylanadi. Darvozani ham har doimgidek aytib o'taman. Darvozani ham agarda o'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatmay tursanglar ham mayli, o'rnatiladigan payti bo'ladigan bo'lsa, patologdan oldin xori ketgan bo'ladi tepada. Regil bo'ladi yoki taxtadan bo'lgan joyimizni darvozani tepa tomonidan regelni tagigacha bir 25-30 sm qo'yib qo'ysanglar, zazor. Biz buni chiroyli qilib, ko'rib qilib olib o'tib ketamiz. Darvoza qo'yilgandan keyin ham bo'laveradigan ish, qo'yilmasa darvozani bizni ko'ribimizni tagiga chiroyli qilib qo'yib qo'yilaveradi. Shunaqa holatda bo'lgan. Endi ustalar ham masalan ustalarimiz ham hammamiz ham masalan tunaka fonchilarimiz hammamiz idealniy, chiroyli, ko'ngildan, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bersak, uyda egasida puli o'zida qoladi. Patologlar chiroyli bo'lsa, xursand bo'lsa, hamma xursand, rozi rizochilik bilan bo'ladi. Qadrdonlar, mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Listimiz yubka qalinligiga qarab. Listimiz 04, 035, 037 ta listlarimiz bor.